5000 dollar ekonom qilish xohlaysizlarmi? Hamma klientlarimizdan savoli bor. 57 Max bilan 57 Ultrani farqi 5000 dollar, Maximiz arzon turadi. Nima farqi bor deb ko'p so'rashadi. Shu haqida video qilishga qaror qildim. Ko'rinishini ko'ryapsizlar, oldi ko'rinishi bir xil, absolyutno bir xil. Misol uchun savol bersam, qaysi biri Ultra, qaysi biri Max desam, javob beraman, oldidan hech kim farqlab bera olmaydi. Bu turganimiz 57 Ultrasi va bunisi esa 57 Maximiz. Nima farqi bor deganda, birinchi farqini aytib o'taman. Birinchi farqi Ultrada bagajiga chiqqan nomer podstavkasi, bunda esa pastda turadi nomer podstavkasi. Ikkinchi farqini aytaman, 57 Ultrasida bu yog'ida xolodilniki bo'ladi, 57 Maxda esa xolodilniki bo'lmaydi. Va 57 Maxda botida hech nima bo'lmaydi, yopiq bo'ladi. 57 Ultrada ozgina bir qarchigina joyi bo'ladi, kalit qo'yishga. Uchinchi farqi, massajli tochkalarida 57 Ultrada 18 ta tochka bo'lsa, Maxda bo'lsa, adashmasam 12 ta tochka. Katta farq bermaydi. Va oxirgi kerakli sabablardan biri bu kolonka. 57 Ultrada kolonkasi o'zgargan. Nima deysizlar do'stlar, shu 4 ta sabab uchun 5000 dollar to'lagan yaxshimi, yomonmi? Menimcha, menga agar qo'yib berganda 5000 dollar ekonom qilib turib, Max pozitsiyasini olgan bo'lardim. Sizlarchi, qaysi birini olgan bo'lardinglar? Izohlarda bitta yozib qoldirasizlar. Bu videoni 57 Ultra olaman deb yurgan do'stlarga tashlab qo'yinglar. 5000 dollar ekonom qilib, Max pozitsiyasini olsalar ham bir xil hammasi.